podkast emas, o'zi endi bu to'liq videoga aylandi. Ya'ni bugun 2 kishi kamroq, Haybo aka bilan Aslaka yo'q va keyingi sonlarda yana kimdir kamayish yoki ko'payish haqida aniq nimadir deyolmaymiz. Hammaga salom. Ismim Xolbek. Bu esa Davron. Agar kimdir bizdan yonimda ko'rayotgan bo'lsa, bu shunchaki suhbat. Tanishganimizdan xursandmiz. Va bugun boya o'zi bu videoni olish haqida yarim soat oldin bizda ideya paydo bo'ldi. Tepaga tushib chiqquncha xayolga keldi, nima haqida gaplashsak bo'ladi va eng o'sha muhokamaga muhtoj mavzulardan bittasi O'zbekistondagi seksizm haqida gaplashmoqchiman. Seksizm boyagi odamlar erkak va ayollarga notengligi. Endi hozir biz yashaydigan joyda Latviyada. Endi bu Latviya Yevropachiga kirgani uchun ancha kengroq va odamlar ancha bir-biriga adekvatroq. Lekin o'ylayman O'zbekiston feminizmga juda muhtoj. Bu gaplarni nimaga aytyapman? Chunki mening qizim yo'q. Qiz olmoqchiman. Feminizmgami yoki gender equality'ga? Endi shu hammasi qo'shilib ketadi. Birinchi navbatda ayollarga imkoniyat berish uchun to'g'ri. Endi Latviya feminizmga muhtoj bo'lmasligi mumkin, lekin O'zbekiston aniq muhtoj. Boyagi ayollar huquqlari masalan bo'ladi. Toptalishini oldini olish uchun gender tenglik. Lekin O'zbekistondagi bitta zo'r narsa gender pay gap yo'q. Boyagi ayollarga ham, erkaklarga ham bir xil pul to'lanadi. Lekin o'sha gap bu haqida juda ko'p marta gaplashganmiz. Menimcha tuzalari qachonki bitta avlod almashsa O'zbekistonda. Keyingi bilmem 30-50 yillarda menimcha biz bolalarimiz katta bo'lganda biz o'sha grandpa bo'lganimizda menimcha tuzalsa kerak. Unda ham hali umid bor, balki tezroq, balki kechroq. Aytgancha bu narsani hozir men o'zim ham bildim, seksizm haqida gaplashishni. Aytmadim. Bilganimiz ham yo'q, hech narsani rejalashtirganimiz ham yo'q. Hammasi shu randomda. Chunki kim uchundir mana shunaqa janrdagi videolar ko'rish qiziq. Masalan, men bilan bu Xolbek uchun juda ham qiziq. Boyagi keyingi bosqichda nima bo'lishini bilmasdan qarash kuzatish. Bu qanaqangidir vibe-li ham. Masalan, qaysidir bloger ko'rib, masalan, Isom TV'ni ko'rib, anaqa Mr. Beast wannabe videolar masalan. Bunaqa qilsang 50 million so'm yutasan. Wow, uchinchi odamga jo'natib qo'ying boya aytilganda. Unaqa emasda, boyagi qanaqangidir vibe bor xonada. Qanaqangidir rakurslar to'g'irlangan, katta ehtimol bilan 100% aniq bu video hech qanday edit qilinmaydi, hech qayerda kesilmaydi. Ovozlar qanaqangidir shum bilan yetib kelyapti. Agar mana shunaqa narsa kimgadir qiziq bo'lsa, bu juda ham zo'r. Eng asosiysi bu boshqa odamlar ko'rish uchun emas, ko'proq esdalik bo'lib qolish uchun. Kundalik. O'sha 1960-yillarda odamlar malla daftariga ruchka bilan yozganda, endi biz prosta videoda yozamiz. Bu qulayroq videoda olib qo'yib. Kundalik sifatida. Bugun sana 7-chi dekabr. 7-chi agar 12dan o'tgan bo'lsa, 8 mayur, hali 11dan 45 da. Bir pasdan keyin O'zbekistonda konstitutsiyasi qabul qilingan kun bo'ladi. Keyin bitta narsa aytmoqchi edim. Hozir men shunday qilingan blogerlar haqida hech qanaqa analizim ham yo'q. Uni hech kim ko'rmaydi. Demoqchi bo'lganim, agar mabodo mashhur bo'lib ketsa, bu video blow up bo'lib ketsa, hech kimga aniq qilish yo'q. Prosta Xolbekda yo'q, menda bor. Xolbekda yo'q, menda bor. Menda jертва bor. Isom TV'ga nisbatan. Mr. Beast ham boykot qilish kerak. Yo'q, Isom TV yaxshi videolar oladi. Lekin haterlari juda ham ko'p. Ana xotinni olib chiqqani uchun. Sen anaqasan, do'zaxsan. Keyin yana nima so'z bor edi? Ayolni rashk qilmaydiganlar uchun. Dayus. Bu narsalarni muhokamalar. Bu tema mavzularga hammaning o'zini hayoti we are no one to judge. Hech qanaqa huquq yo'q kimdir judge qilishga. Hozir hayolimga kelib qoldi, yana gaplashsak bo'ladi ovqatlar haqida. Prosta ovqatlar. O'zbek oshxonasi afsuski juda ham tor, boyagi juda ham kichkina. Mayli biz aytamiz osh hamma narsani hukmdori, somsa nimadir-da. Lekin aslida olib qaraganda dunyo oshxonalari bilan taqqoslaganda juda ham quruq. Xamir go'sht, xamir, go'sht suv, suv go'sht, go'sht xamir. Gap yo'q, mazasi yoki nimadir haqida gapirmaydi. Juda mazali, zo'r, hammamizga yoqadi osh, misol uchun.
yoqishini yana bitta katta sabablaridan biri biz ta'mini bilib o'sganmiz. Ya'ni biz o'sayotganda biz uchun eng zo'r available narsa shu bo'lgan. Shunga biz nima qilganmiz, ko'ngil qo'yganmiz. Demoqchi bo'lganim hozir negativ bo'lib gapirmayapmiz. To'g'ri, bu haqida shunchaki. Men eng yaxshi ko'rgan ovqatim Jizzax somsa. Hamma narsa osh. Hamma narsa osh. И просто boshqa kuzinlarda o'sha spicelarni ko'p ishlashi, Pokistonda Karachilardagi ularni nima nomi nima edi? Spice. O'sha har xil ziravorlarni ishlatishi, просто odamning og'ziga boyagi 8-9 xil ta'mlar bir xil vaqtda urilishi juda zo'r hissiyot. To'g'ri ovqatlanish juda ham muhim agar bizni kimdir ko'rib turgan bo'lsa. Awareness baribir oshirilishi kerak. Mana shu narsa haqida odamlar ko'proq gaplashishi kerak. Boyagi bizda O'zbekistonda yog' juda ko'p yeyiladi. Shunisi juda kech ovqatlanadi odamlar. Masalan, to'g'ri biz ham hozir qanaqadir to'g'ri turmush tarzida yashamaymiz. Ovqatlanish bo'yicha masalan 8-9da, 10da, 11da ovqatlanamiz. Lekin hayoti bor insonlar uchun, oilasi bor insonlar uchun soat 8da og'ir ovqat yeb, soat 9da uxlab olish bu qanaqadir tana uchun ko'p ovqatlarimiz juda ham moyli. Shunisi negativ narsa bu haqida. Bunda ovqat o'zi dunyodagi eng bir boyagi odamlar o'lim jazosiga buyurilgan odamlar o'limidan oldin bir marta ovqatlanishga ruxsat berilishini ham sababi shu bo'lsa kerak. Bir marta jinsiy aloqa, bir marta ovqat uchun. Ya'ni dunyodagi ikkita eng shirin narsalardan biri ehtiyojlarimizning o'rtasida ovqat zo'r. To'g'ri ovqatlanish bundan zo'r. To'g'ri turmush tarzi o'zi legenda. Sen degan nima deyapsan? Yo'q, o'zi umuman butun dunyo. Keyin mana shu videoga tiqib ketadigan bo'ldim. O'zi bu narsani qanaqadir tabiat qo'ynida o'tirib aytmoqchi edim. Lekin bu narsa meni xayolimda oxirgi 3-4 yildan beri ko'p aylanadigan narsa. Yaqinda boshqa bloger boladan ham eshitdim shuni. Amerikan bloger boladan. Pink bir nima degan bola. Boyagi zestiroq bola, lekin to'g'ri narsa haqida gapirgan, juda zo'r narsa haqida gapirgan. Qaysiki bizga qo'yilgan chegaralar, davlatlar orasidagi chegaralar bu shunchaki chiziqlar. Ya'ni biz O'zbekiston Respublikasi hududidan bo'lishimiz mumkin, lekin aslida yer bizniki. Yer meniki, yer sizniki, yer uniki, yer hammamizniki. Yer oqlarniki emas, yer qoralarniki emas. Xohlagan joyingizga sayohat qilib bordingizmi? Siz masalan Gruziyaga bormadingizda, siz qanaqadir tog'li tabiat qo'yniga bordingiz va u sizning uyingiz. O'sha siz uchun eski qurilgan building uy emas aslida. Mayli kimlar uchundir ataladi uy, lekin o'ylab qarasangiz yer aslida bizni hammamiz uyimiz va uy ko'proq odamlarga nisbatan ishlatilsa men chiroyliroq chiqadi. Masalan, sen meni oilamsan, sen meni uyimsan, ya'ni sen bilan qayerda yashasam ham bu men uchun uy. Mana shu narsa muhim joyda emas, olamda kim bilan birga yashashimiz. Shu ideya nimada, masalan, boyagi chiroyli buildingda yomon odamlar bilan, yomon hissiyotlar bilan yashagandan ko'ra, xuddi shu binoda baxtli bo'lib yashagan yaxshiroq boyagi zo'r binoda. Deganim o'sha boyagi mana shu narsa xayolimda ham bor. Endi qayergadir sayohat qilsam, katta ehtimolda location yozmayman, chunki men уже просто yer sayyorasida sayohat qilyapman. Va bu menga yoqadi. Bu meni uyim va men uni ko'rishga bordim. Shuning uchun o'ylayman, odamlar menimcha ko'proq vaqtini sarflash kerak atrofga sayohat qilishda, atrofni ko'rishda. Zero biz hozir bo'lib turgan, band bo'lgan narsalar, o'sha 20 yoshdan 30 yoshimizgacha hozir band bo'lib, o'sha pul top, oila, bola chaqa deyotgan vaqtimizda ko'proq nima bo'lib qolyapti? Ko'proq biz akvarium ichida, chelakning ichida yashayapmiz va menimcha kenglikda, ochiq suvda suzish hamma baliqqa nasib qilsin. Sizlar bilan Xolbek Mustayev bilan Davron Oshboyev bo'ldi. 7-dekabr, Riga, Mazalubans 6 Koshnik. Gender equality haqida gapirishlar. Necha minut bo'ldi? 15 minutdan oshib ketdi. Nariroqqa oshib ketdi. Main topicni gender equality